Ahroxo'ja aka 40 million oborot bor o'quv markazini savdosini 2-3 barobar oshirishni nima qilish kerak? 2-3 emas, 10 barobar oshirish yo'lini aytib beraman. Birinchi qiladigan ishimiz markazdagi darslarni o'rganib chiqasiz, bozordagi yo'q taklifni ishlab chiqish kerak bo'ladi. Masalan, hamma IT o'qitamiz deyotgan bo'lsa, siz IT kompaniyalar bilan kelishib, sizda o'qitilgan o'quvchilarni ularda ishlash stajirovkasini yo'lga qo'yadigan taklif ishlab chiqasiz va IT o'qitamiz va ishga yo'naltiramiz degan sarlavha bilan ishni boshlaysiz. Ana endi buni bildirish uchun oyiga 12 ta 15 ta video emas, 30 ta 40 ta 90 tagacha video qo'yishingiz kerak bo'ladi. Faqat sharti videolar tanilish, ishonch, sotuv ketma-ketlikda bo'lishi kerak. Juda ko'pchilik faqat sotuvga urg'u beradi-da, ishonch bo'lmagan uchun mijozlar kelmaydi. Videolarga qo'shimcha mayli lidli ko'payish uchun 300 euro targetga ham yoqishingiz mumkin. Sotuv bo'limida skriptlarni to'g'rilab chiqasiz. Odatda faqat funksiyani, ya'ni produktni o'zini sotishni boshlashadi. Siz faqat produkt emas, undan keyingi keladigan foydani sotishingiz kerak. Ya'ni skriptlaringiz funksiya emas, foydaga asoslangan bo'lishi kerak. Bu degani biz IT o'qitamiz emas, siz falonchi kompaniyada ishlamoqchi bo'lsangiz, mana bu narsalarni o'rganishingiz kerak va mana bu yerda bunaqa tayinlanishingiz kerak degan gapni aytishingiz mumkin. Hattoki yaqinda boshqa bitta ishxonada ham qo'llaganimizda kelgan 5 ta mijozdan 4 tasi pul to'lashni boshladi. Mana shu aytilgan barcha narsani biz U-Study o'quv markazida qo'llab 40 million so'mlik oborotni 400 million 500 milliongacha olib chiqdik. Ana endi shu ishlarni qanaqa qilganimizni aytib beradigan maxsus dars tashkillashtirmoqchimiz. Agar buni o'rganish sizga qiziq bo'lsa, kommentda plus deb qoldiring, biz sizga dars haqida ma'lumot beramiz.